Kanadaga ishga borishni xohlaysizmi? Buni sizga tekinga o'rgatamiz. Kanadaga ishga borish uchun siz ingliz tilini bilishingiz kerak va ish beruvchi tomonidan job offer olishingiz kerak. Bu uchun siz quyidagi saytdan ro'yxatdan o'tasiz. Buni o'rganamiz. Kanadaga keluvchilar yoki ish izlaydiganlar ingliz tilini bilish kerak, bo'lmasa uni foydasi yo'q. Ingliz tilini bilganlar Kanadadan ish topa oladi va ishlab keta oladi. Google'dan yozib ko'ramiz, misol uchun job offers Canada for foreigners, ya'ni chet elliklarga job, ya'ni ish takliflarini beruvchi Kanada ish beruvchilarini qidirib ko'ramiz. Bu yerda juda ham ko'p veb-saytlar bor, Indeed boshqa. Eng ishonchlisi bu Job Bank hisoblanadi. Job Bank bu ishlar banki deganday gap. Unga kirish uchun mana jobbank.gc.k mana home deb qo'ygan. Mana bu yerda juda ham ko'p ma'lumotlar bor. Siz kirib o'zingiz olishingiz mumkin, o'rganib chiqishingiz mumkin. Search deb bosamiz ishlarni. Mana 80,095 ta ish o'rnini ko'rsatyapti. Qanaqa mana ro'yxatdan o'tgan kompaniyalar hammasi. Va bularning ichida LMI sertifikatiga ega kompaniyalar ham bor. Ya'ni LMI degani chet eldan ham ishchilar olishi mumkin bular. Mana bu yerda filtrlar bor. Qaysi shtat, qaysi shaharda ishlashni xohlasangiz buni belgilashingiz mumkin. Mana har birida necha mingtadan ishchi o'rni borligini ko'rsatib qo'ygan. Va bu yerda soat yillik to'laydi yoki soatbay mana qancha oylik berishi mumkinligini ko'rsatgan mana. $19 soatiga to'laydi deyapti. $20, $30, $40 bu ish turiga va qiyinligiga yoki mutaxassislikka bog'liq bo'ladi. Har xil turdagi restoran menejer yoki misol uchun food counter attendant, carpenter, duradgor mana ko'p ish va o'rinlari bor. Misol uchun biz carpenter helperga kirdik. Mana carpenter helper so'rayapti. Mana shu demak manzilda ekan. Bu yerda hozir kimlar bunga ariza topshira oladi mana belgilab qo'ygan. Kanada fuqarolari yoki yashash huquqiga ega Kanada rezidentlari yoki deyapti as a candidates boshqa fuqarolar ham bunga topshirishi mumkin. Ya'ni ariza topshirishi mumkin. Ariza topshirish uchun siz xohlasangiz Gmailingiz orqali xat bilan va rezyumelaringizni Gmailga yuborishingiz mumkin. Mana Gmailni ko'rsatib qo'ygan. Yoki saytdan ro'yxatdan o'tib, ya'ni direktdan apply qilishingiz mumkin. Mana boshqa yana bitta vakansiya beryapti. Community service worker degan. Mana bu adresda ingliz tilini bilishini talab qilyapti. Ba'zilar mana ta'lim darajasi bo'lishini ham xohlaydi, ba'zilar xohlamaydi, ba'zilar tajribasi bo'lsin deydi yoki bo'lmasin, bo'lish shart emas deydi. Har xil ma'lumotlar bor bu yerda. Direct apply qilishingiz mumkin yoki mana saytiga kirishingiz mumkin. Bu yerda hamma talablari yozilgan bo'ladi. Misol uchun bizga mana shu yoqqan bo'lsa, mana shu ish, masalan, carpenter helper kiramiz. Update account, ya'ni bu Job Bankdan ro'yxatdan o'tishimizni xohlayapti. Ro'yxatdan o'tamiz, mana next bosib. Ularda talablarga roziligimizni bildiramiz. Va bu yerda mana email, pasport, demak, ro'yxatdan o'tamiz. Continue bosamiz. Ro'yxatdan o'tganimizdan keyin mana bizga confirmation raqam kod yuboradi. Kodni kiritamiz. Siz ingliz tilini bilishingiz muhim va ingliz tilida o'zingizni rezyumengizni tayyorlagan bo'lishingiz kerak. Kodni kiritamiz. Continue bosamiz. Security questionlar bor. Bularni to'ldirib chiqish ingliz tilini bilgan odamga juda ham oson. Siz bu orqali Kanadaga taklifnoma va shartnoma olishingiz mumkin bo'ladi. Va qachonki shartnoma va taklifnomani olganingizdan keyin elchixonaga apply qilishingiz mumkin va Kanadada ishlash imkoniyatiga ega bo'lasiz.